to'pni o'yinga kirgizish texnikasi. Bunda asosan o'yinchilar hozirgi kungi zamonaviy voleybolimizda to'pni o'yinga kirgizish alohida ahamiyatga ega. Bunda to'pni qanchalik zarb bilan qattiq to'pni o'yinga kirgizmasangiz, to'pni ya'ni ochko yo'qotish shunchalik oson bo'ladi. Shuning uchun hozir to'pni o'yinga kirgizish texnikasi juda murakkablashib ketadi. Xo'p, bunda to'pni o'yinga kirgizishning o'zi 3 ta asosiy yo'nalishlari bor. Bunda birinchisi pastdan to'pni o'yinga kirgizish, ikkinchisi yondan to'pni o'yinga kirgizish, uchinchisi esa yuqoridan to'pni o'yinga kirgizish. Bu yuqoridan to'pni o'yinga kirgizishning o'zining ikkita usuli bor. Ya'ni turgan joyda to'pni o'yinga kirgizish va sakragan holatda to'pni o'yinga kirgizish usullari bor. Buni hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi yondan kirgizishda bu to'g'ri turib olmaymiz va maydonga yon taraflarga turib olamiz. Yon taraflarga turib olib, qo'llarimizdan, ya'ni qo'limizdan to'p 30 sm ko'tarilgan holatda yon taraflama to'pga zarba beramiz. Endisi to'pni pastdan kirgizishda bunda maydonga to'g'ri turib olamiz va qo'llarimizdan bu ham xuddi shunday 30 sm ko'tarilgan holatda pastdan to'pni o'yinga kirgizamiz. To'pni endi yuqoridan o'yinga kirgizish, bunda turgan joydan o'yinga kirgizish usulini o'rgatamiz. Bunda to'pni o'yinga kirgizadigan qo'lingiz gavdangizga nisbatan qarama-qarshi orqa tarafda bo'ladi va chap qo'l bo'lsangiz o'ng qo'lingizda, o'ng qo'l bo'lsangiz chap qo'lingizda to'pni xuddi shunday oldinga tutasiz va yuqoriga otasiz. Hozirgi professional voleybolda ko'p qo'llanilayotgan va ko'p ochko keltirayotgan, o'yinga bo'layotgan to'pni o'yinga kirish usullaridan biri bu to'pga, ya'ni slovoy deyiladi ruschasi, oldinga otgan holatda sakrab podachi kirgizish. Buni bir necha yildan beri shug'ullanib yurgan sportchilar bajara oladi. Bunga ko'p vaqt va ko'p trenirovka talab qiladi.